Akşamlık soğududan çatak çıkmışsın dedim mi, demedim mi? Hı? Dedim. Re. Yaxşımsızlar dostlar, ben dostlarla Ekrem. Biz bugün kilolash texnikasini öğrenimiz. Bunda olsa dersimiz başlansın. Maqamalga a'zo bo'lganlar, yaxshi bilan sog'lom tuman uzunmaq go'zal chiroyli qadaqamatlik nazla taqatlik so'z salopatlik balla. Terimini açqandan keyin ishchiga o'zimiz ishlagan ishki videoni tashlaymiz. Ko'rayotganinglardek birinchisi, ya'ni bu usti tarafda tug'ini oq kiyim kiygan holatdagi video. Yana birisi osti tarafda tug'ini chapan kiygan holatdagi video. Biz bu yerda chapan kiyib olgandan keyin xato yo'nalishga qarab qolmaslik uchun bu yerga kamera qo'ygichni birini qo'yib oldik. Hamda biz birinchi va ikkinchi videoda keyindagi yeshil taglikni yuvib etishimiz kerak. Buning uchun biz birinchi videoni besayotgandan keyin ust tarafdagi effects, ya'ni o'lim qismiga ultra yozamiz. Yechilgan ko'znakda ultra K deganni akilamiz va videoning ustiga tashlaymiz. Tashlab bo'lgandan keyin effect control qismi yechildi. Biz bu yerda ko'rayotganinglardek ultra K o'limni bu yerga tashlab oldik. Bu yerda biz rang tanlash qalamimiz orqali mayadagi berilgan rangni tanlab oldik. Shuning bilan ostidagi ma mashg'ulotlarga o'xshash tanishib olamiz. Ko'rayotganinglardek videodagi yeshil taglik suzildi, hamda biz buni ko'rib boqaylik. Hamda ustidagi videoni yeshil taglikni kesishimiz lozim. Effects qismiga ultra yozamiz, ultra keyni buning ustiga tashlaymiz. Video tashlab bo'lgandan keyin effect control qismiga kelamiz. Rang tanlash qurolimiz orqali yeshil taglikni suzib oldik va ostidagi bu yerdagiga o'xshash mashg'ulot qilib oldik. Biz ishlamoqchi bo'lgan ikkili videoninki yeshil taglikni suzib olgandan keyin ikkilaylam bir ekran keldi. Hamda biz bu keyni tarafga bir ko'rinish, ya'ni keyni taglik berishimiz lozim. Buning uchun mouseninki sol taraf knopkasini tutish orqali hammasini tanlab oldik va bir qadam ustiga elib oldik. Elib olgandan keyin bu yerda bir bo'shliq hosil bo'ldi. Project kelimiz va bu yerdagi keyin tagligimizni tanlab ekilib olamiz. Ekilib olgandan keyin biz buni cho'ngaytamiz. Rasmni 337 da cho'ngaytib oldik, hamda buni ozroq tangshaymiz. Ya'ni buni 845 da tangshaymiz. Hamda biz keyni ko'rinishimizga ozroq g'uvoliq hissi beramiz. Buning uchun biz effects qismiga keldik. Gashing blur yozgandan keyin ostidagi gashing blurni olamiz, taglikning ustiga tashlaymiz. Effect control qismiga keldik. Gashing blur bu yerga keldi va biz blurness qismini 5 qo'yib etamiz. Ko'rayotganlarda keyin tarafni ozroq g'uvolashtirib oldik. Hamda biz taglikni akab tortimiz bu yergacha tortib etgandan keyin rang tanshaymiz. Buning uchun biz project qismini ochib oldik. Bu yerdan new itemni ochamiz va adjustment layerni akilamiz. Adjustment layerni tutib past tarafga akilib olamiz. Hamda navbatda biz bu orqali rang tanshib olamiz. Adjustment layerni besib etgandan keyin yon tarafda ochilgan Lumetri Color qismidan rang tanshaymiz. Ko'rayotganinglardek rang tanshib oldik va bu ust qismga Lumetri Color, ya'ni rang unumi berildi. Hamda biz usti va ost qismdan kesib olamiz. Buning uchun project qismiga kelamiz, adjustment layerni ost tarafga elib olamiz. Adjustment layerni besib etgandan keyin ustidagi effect qismiga kelamiz. İzleş göznekiga crop yozamiz. Ostidagi ko'znakdagi cropni adjustment layerga tashlaymiz. Bu yerdan effect control qismiga kelamiz. Ost tarafdagi crop, ya'ni biz kesmoqchi bo'lgan unum bu yerga keldi. Biz top ust tarafni 11 va ost tarafni 11 qilib olamiz. Ko'rayotganinglardek usti va ost taraf kesildi. Hamda biz buningga yana ozroq unum qo'shaylik. Buning uchun yanala ustidagi project qismiga kelamiz. Yana adjustment layerni olamiz, ost tarafga tashlaymiz. Adjustment layerni besib etgandan keyin o'ng tarafdagi Lumetri Color qismidan ozroq yo'riqlikni tanishib olamiz. Buning uchun biz curvesni qo'llanamiz. Yo'riqlikni ozroq tushirib oldik.
Endi biz keyin tarafdagi yaqinlatgan ko'rinishga kelaylik. Yaqinlatgan ko'rinishda biz ostidagi keyin ko'rinishni akagandan keyin, ya'ni bu orliqdan bu orliqcha yaqinlatgan ko'rinish. Buning uchun biz knopka taxtasidan C knopkasini bosamiz. Ko'rayotganlaringlardek kesish qurolimiz chiqdi. Endi biz bu orqali ostidagi keyin tarafni, ya'ni keyin ko'rinishni kesib olamiz. Endi biz keyni ko'rinishni yaqinlashtirgan ko'rinishga mos holatda yaqinlashtirib olamiz. Buning uchun biz keyni ko'rinishni bosamiz. Effect control qismida ochilgan ko'znakdan biz ustidagi position qismini, ya'ni buni 24-57 qilib oldik. Endi ostidagi 337 deganni 601 qilib oldik. Ko'rayotganlaringlardek keyin tarafning yaqinlashgan ko'rinishi bizning ko'rinishimiz bilan moslashdi. Şunun bilan biz erishmoqchi bo'lgan kilolash unimiga erishib oldik. Ko'rayotganlaringlardek darsimiz bu yerda oxirlashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar, kanalimizga a'zo bo'lishni ham hambaharlashni unutmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar, ketdik.